Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo ushbu muborak oyning muborak kechalarida qilayotgan ibodatlarimizni husni qabul qilgan bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Tazkiyatun nafs darslaridan bugun 3-si. Birinchi darsimizning xulosasi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man arafa nafsahu, arafa robbahu." Kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Rasulullohning boshqa hadislari: "Arjahukum aqlan, ashaddukum hubban lillahi azza va jalla." Oranglarda aqli pishganroqlaringlar, ya'ni eng aqli pishganlar qanaqa odam bo'ladi desa, Allohga muhabbati qattiq bo'ladi. Allohga muhabbati qattiq odam aqli pishgan odam bo'ladi. Kechagi darsimizning xulosalari qanaqa edi? Inson yer yuzidagi eng mukarram mahluq. U oydan ham, quyoshdan ham, osmondan ham, yerdan ham Alloh taologa mahbub mahluq. Chunki u omonatni ko'tardi. Alloh taologa o'zini ixtiyori bilan qul bo'lishlik omonatini ko'tardi. Va mana shu omonatni ko'tarishi bilan Alloh taolo uchun aziz mukarram bo'ldi. Inson zoti mukarram mahluq. Va aytdik, Allohdan uzoq bo'lib, bironta odam bu dunyoda saodatli bo'lgan emas. Allohdan uzoq bo'lib, bironta odam saodatli bo'lgan emas va saodatli bo'lmaydi ham. Chunki insonning saodati Alloh uni yaratgan islomiy fitratda turishligi bilan bo'ladi. Baliq suvda yayraydi. Suvdan chiqarib uni oltin dusiga qo'yib qo'ying, ipek yostiq dusiga qo'yib qo'ying, unda u rohat olmaydi, o'ladi. U faqat suvda yayraydi. Xuddi shunga o'xshagandek, inson bolasining nafsi, inson bolasining borlig'i Allohning manhajida bo'lganda yayraydi. Undan chiqdimi, hayoti shaqovatga to'ladi. Taklifotlar. Alloh azza va jalla siz bilan bizga koinotni berdi. Aqlni o'lchov qilib, tarozi qilib berdi. Mana shu aqlni birodarlar ko'zga o'xshatsak bo'ladi. Ko'z har qancha kuchli, har qancha o'tkir bo'lmasin, yorug'likka muhtoj. Agar yorug'lik bo'lmasa, ko'z ko'rmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek ham insonning aqli har qancha pishgan, har qancha o'tkir bo'lsin, ilohiy nurga muhtoj bo'ladi. Aql bor va unga nur bor, ilohiy nur. Agar nur bo'lmasa, ko'z ko'rmagandek, ilohiy nur bo'lmasa, insonning aqli ham albatta adashib qolishligi muqarrar bo'ladi. Aytdik-ku, g'arb odamlari Alloh taolodan yuz o'girishdi. Allohning manhajini chekiga surishdi. Aqlimiz bilan hamma yo'lda topolamiz deyishdi. Haqiqatan texnikada, ilm-fanda juda ham katta yutuqlarga erishdi. Ammo o'zlarini kimligini unutib qo'yishdi. Nima uchun? Faqatgina aqlga suyanilganligi uchun. Aql bu o'lchov, tarozi. Endi Allohning manhaji mana shu tarozi uchun tarozi. Tushuntira oladimmi? Sizni aqlingizga kelgan gaplar, sizni aqlingizga kelgan fikrlar, o'yingizga kelgan bir xayollarni to'g'ri noto'g'riligini o'lchab beradigan Allohning shariati bo'lmasa, aql hamma narsani to'g'ri deb ketaveradi. Aql idrokiy quvvat, aql tarozi, shariat esa mana shu aql uchun tarozi. Tarozi uchun tarozi. Alloh azza va jalla mana shularni hammasini siz bilan bizga berib turib, koinotni berdi, aqlni berdi, ixtiyorni berdi. Yana ham amallarimiz qadrliroq bo'lishligi uchun Alloh taolo tanlash ixtiyorini berib qo'ydi. Shahvatlarni paydo qilib qo'ydi bizda. Mana shu shahvatlarni, xohishlarimizni, istaklarimizni jilovlab, sabr bo'ladigan bo'lsak, Allohning nazdida qadrimiz baland bo'ladi. Masalan, inson mana hozir zino qilishga imkoniyati yo'q-da. Biz zino degan imtihondan o'tmayapmiz hozir. Bu qachon bo'ladi imtihon? Sizdan faqatgina rozilik talab qilib turilibdi. Muannas jinsidagi odam, xotin, gap qisqasi, sizga o'zi moyillik bildirib turibdi. Hamma sharoitlar muhayyo. Sizdan rozilik talab qilindi. Mana o'sha momentda, ana shu daqiqada sizga zinodan imtihon turibdi. Tushunarlimi? Inson mana shu imtihondan o'ta olsa, nafsini, shahvatini jilovlay olsa,
sab'atun yudhilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zillu hadisidagi go'zal, chiroyli ayol zinoga taklif qilganda, men Allohdan qo'rqaman deydigan odam Allohning arshini soyasida turadigan 7 ta odamning bittasi deyilgan. Agar sizga shunaqa zinodan imtihon bo'lganda o'ta olgan bo'lsangiz, umid qiling payg'ambarimizning bashoratidan. Siz bilan bizga mana shu shahvatlarni Alloh paydo qilib qo'ydi. Shuni jilovlasak, o'zimizni shariat doirasidan chiqarmasak, qadrimiz yana ham ko'tariladi. Mana otamiz Odam alayhissalom jannatga yaratib qo'ydi. Qovurg'asidan o'zini jufti Havvo onani yaratib qo'ydi. Mana jannat sizlarga, xohlagancha yeb, ichib mana shu joyda yashanglar, faqat mana bu daraxtga yaqinlashmanglar dedi. Ya'ni mana shu daraxt imtihon edi. O'sha daraxt kerak, birodarlar. Toki Odam alayhissalom ana shu o'zini nafsini jilovlab, Allohning manhajida turmasligini nima qilsin? Sinovdan, imtihonidan o'tsin. Agar siz bilan bizga gunoh ma'siyat qilishlikka maylni, ana shu gunoh ma'siyat qilishlikka iqtidorni bermaganida nimadan imtihon topshirardik? Nimadan imtihon topshirardik? Mana shu shahvatlarni berdi, inson shu shahvatlardan jilovlab, imtihondan chiroyli o'tsa darajasi ko'tariladi. Alloh taolo mana bu daraxtga yaqinlashmanglar, mana bu sizlarning dushmaninglar shayton bunga quloq solmanglar dedi. Lekin Odam alayhissalom o'sha man qilingan mevani yedi Havvo ona bilan. Endi Alloh taolo nima dedi? Astagfirullah. Qala bito minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu va la yashqa. Alloh aytdi, undan jannatdan har ikkingiz tushingiz. Ayrimlaringizga dushmandir. Bas sizlarga men tarafdan hidoyat kelganida kim mening hidoyatimga ergashsa, yo'ldan ozmas va baxtsiz bo'lmas. Yer yuziga tushdi otamiz Odam alayhissalom. Alloh taolo aytdi, mendan hidoyat keladi. Kim meni hidoyatimni mahkam ushlasa, adashmaydi, bir, va baxtsiz bo'lmaydi, ikki. Hidoyatni ushlash, nafsni jilovlash mana shu ikkita narsani bizga ta'minlaydi. Yo'ldan ozmaymiz va baxtsiz bo'lmaymiz. Insonlar dunyoga kelar ekan, nimaga kelganligini bilmaydi ko'pchiligi. Keldi, tug'ildi, yedi, ichdi, yashadi, ko'paydi, o'ldi. Alloh taolo aytayapti. Shu bilan bo'ldimi? Yo'q. Robbimiz aytayaptiki, astagfirullah, afahasibtum annama khalaqnakum abathan va annakum ilayna la turja'un. Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Shunday kelib, shunday ketaveramiz deb o'ylayapsizlarmi? Ayaqsabul insanu an yutraka suda. Inson nima? O'zini bekat tashlab qo'yilishini o'ylaydimi? Tushunarlimi? Keldingmi? Demak bir maqsad bor. Kimdir seni bu dunyoga keltirdi. Qaysidir maqsad uchun kelding. Endi shundaylar kelib ketaman degan bo'lsang, unda hayvon bo'lib qolasan sen. Inson bu dunyoga solih amallarni qilish uchun keldi. Mana shu amali bilan, mehnat va mashaqqati, qurbonchiligi bilan Robbisi uni yaxshi ko'rishini his qiladi. Mana shu nozik shuur bilan u o'zini Robbisiga iqbol qiladi. Ana shu iqboli sababli, Robbisiga bo'lgan iqboli sababli boshqalarga ato qilingandan ko'ra ko'proq narsani oladi. Mana birodarlar, tabiatimiz bor ekan, yana zimmamizda mas'uliyatimiz bor ekan. Ko'pincha insonning tabiatiga Alloh yuklatgan taklifotlar to'g'ri kelmaydi. Nima degani? Ko'zingni tiyilishga buyurilgansan, lekin ko'zing bu narsalarga qaragiz keladi. Bomdod namoziga turishga buyurilgansan, lekin ko'ngling nimani xohlaydi? Uxlashni xohlaydi. Tilingni g'iybatdan to'sishing kerak, ammo tabiating o'sha g'iybatni nima qiladi? Eshitgisi keladi. Topgan molingdan infoq qilishga buyurilgansan, lekin nafsing nima deydi? Qilma deydi. Demak, taklifotlar insonning nafsiga teskari keladi.
shunda nafsini bo'qqan, nafsini sindirgan odamga Alloh taoloning huzurida ulkan martabalar bor. Tabiati, taklifot. Mana shu ikkalasining o'rtasida inson yuksaladi yoki tubanlikka tushadi. Xo'p. Mana endi keyingi mavzuyimiz, agar Allohni tanimasang, unga ibodat qila olmaysan. Inson kimni yaxshi ko'radi bilasizmi? Tanigan kimsasini yaxshi ko'radi. Tanimagan odamni yaxshi ko'ra olasizmi? Yo'q. Masalan, bir yigit 30 ga kirdi, uylandi, oliy ma'lumotli bo'ldi, hunarli bo'ldi, jamiyatda o'rnini topdi-da, jamiyatni to'laqonli a'zosi bo'lib yashab turibdi. Bir dona farzand. Shu payt u shu doktormidi, advokatmidi, ishxonasiga bir kishi keldi-da, bir erkak bilan bir ayol kelib aytishdiki, "Sen bizni bolamizsan" dedi. Hozir sen ota-onam deyotgan odamlar seni boqvagan. Haqiqiy ota-onang bizmiz dedi. Ya'ni sen tug'ilganingda bizni boqishlik imkoniyatimiz bo'lmaganda, mana shu er xotinda bolasi yo'q ekan, shunga berib ketganmiz dedi. Hali yigit so'zni eshitdi, borib turib boyaga o'zini ota-ona deyotganidan so'radi. Ikkita odam kelib menga shunaqa dedi. Bu haqiqatmi deganida ular ha, Alloh bizga farzand bermadi. Shunda o'sha sen aytayotgan ikkita odam kelib bolasini berib ketgan edi bizga dedi. Mana endi savol. Bu boqib katta qilgan ota-onasi o'zini ota-enasi emasligini bildi. Narigilarni o'zini haqiqiy ota-enasi ekanligini bildi. Aytinglarchi, mana bu o'ziniki emas bo'lgan ota-onani yaxshi ko'rib ota-onam deyatuvdi. Shularni tanir edi. Endi darrov yomon ko'rib qoladimi? Narigilar o'zini biologik ota-onasi ekanligini bildi. Darrov yaxshi ko'rib qoladimi? Nima uchun? Chunki nariga o'zini ota-onasini tanimaydi, bu boqvagan ota-onasini taniydi. Xulosa, inson tanigan kimsasini yaxshi ko'radi. Inson Robbisini tanisa, keyin Robbisini yaxshi ko'radi. Robbisini yaxshi ko'rsa, keyin qulchiligi, Allohga bo'lgan qulchilik unga rohat bag'ishlaydi. Aytdik-ku, mana namozdan huzur olyapmizmi, yo'qmi? Nimaga? Chunki Allohga bo'lgan muhabbatimiz sus. Alloh taoloni tanisak, keyin yaxshi ko'ramiz. Allohni tanisak, yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'rsak, Allohning ibodati bizga huzur bag'ishlaydi. Demak, Allohni tanishlik kerak ekan. Allohni siz bilan bizga tanitadigan bir nechta yo'l bor. Birinchisi Qur'on. Alloh tarafidan kelgan xitob, Qur'on. O'qiysan, o'rganasan, tafsiridan xabar topasan. Mana shu Qur'on Allohni tanishlik uchun katta eshik bo'ladi. Ilm. Ikkinchi yo'l tafakkur. Osmon yerni yaratilishini qaraysan, yaratilishdagi hikmatni, puxtalikni, ilmni ko'rasan. Bularning bari Alloh taoloning go'zal ism va sifatlarining ko'zgusi ekanini topasan. Uchinchi yo'l bu Alloh taoloning fe'llari. Alloh taoloning qilgan ishiga qara. Kimni aziz qildi, kimni xor qildi. Kimni hayotda saodatli qildi, kimni baxtsiz qildi. Bularning bari Alloh taoloning fe'li. Imom G'azzoliy Allohni tanishlikda odamlarni 3 ga bo'ladi. Allohni taniydigan odamlar 3 xil bo'ladi. Birinchisi, Alloh taoloning mahluqotlarini tanigan inson. Alloh taoloning buyruqlarini tanigan inson va Alloh taoloning o'zini tanigan inson. Mana shu uchalasi haqida gaplashamiz. 3 xil odamni aytdik. Allohning mahluqotlarini taniydigan inson, Allohning buyruqlarini taniydigan inson, Allohni o'zini taniydigan inson. Birinchisi, Allohning mahluqotlari haqidagi bilim. Bu siz bilan bizning asrimizning ilmlari. Fizika, matematika, ximiya, biologiya, astronomiya, xulos embriologiya. Bularning bari Allohning mahluqotlarini siz bilan bizga tanitadi. Mana shu dunyoviy ilmlar siz bilan bizni aqlimizni lol qoldiradigan darajada ilgarilab ketdi. Ana shu ilm bilan qarasak, akalar, avvalgi asrda yashaganlar siz bilan biz bilganchalik mahluqotlar haqida ilmi yo'q edi.
mikroskop bilan ana shu hujayraning ichidagi tirik narsani ko'rsatyapti. Okeanda tagiga tushib, okeanda tagidagi jonivorlarning turmush tarzini ko'rsatyapti. Shu yashirib qo'yilgan kameralarda qo'yib turib, sherlarni, yirtqich hayvonlarni oilasida turib bo'layotgan ishini ko'rsatyapti. Siz bilan bizni asrimizdagi odamlar Allohning mahluqotlari haqidagi ilmda avvalgi asrlardan ko'ra ancha peshqadam bo'lib ketgan. Wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Biz o'sha hayvonlarni ularga bo'yin sundirib qo'yganmiz. Ana ularning minadigan narsalari ham o'sha hayvonlardandir, yeydigan narsalari ham. Demak, birinchi ilm qaysi ilm ekan? Mahluqotlarni sizga tanitadigan ilm. Bu dunyoviy fanlar. Ikkinchisi Allohning buyruqlari haqidagi ilm. Farz bor, vojib bor, sunnat bor, muboh bor, makruh bor, harom bor. Bu shar'iy ilmlar. Buni qanday o'rganamiz? Birinchi ilmni universitetga borishimiz kerak, maktabga borishimiz kerak, kitob o'qishimiz kerak, mutolaa qilishimiz kerak, qoladi kallada. Endi ikkinchi, Allohning buyruqlari haqidagi ilmga ham xuddi shu narsa kerak. Kitob kerak, domla kerak, yodlash kerak, ekzamen topshirish kerak. Bu ilmni ham asari qayerda qoladi? Miyada qoladi. Endi uchinchi ilm Allohning o'zi haqidagi bilim. Allohning o'zi haqidagi bilim. Biz yuqoridagi ikkita ilmni o'rganishligini yo'li bir xil ekanligini aytdik. Allohning mahluqotlari haqidagi fizika, matematikani o'rganish, Allohning buyruqlari haqidagi shar'iy ilmlarni o'rganishlik bir xil. Kitob bilan, o'qish bilan, domla bilan, ekzamen bilan bo'ladi. Va bu ikkala ilmning samarasi, natijasi odamning miyasida qoladi. Endi Allohning o'zi haqidagi ilmchi? Allohning o'zi haqidagi ilm, bu ilmning xos tabiati bor. Imom G'azzoliy aytadi: Jahid tushahid. Harakat qil, ko'rasan. Birinchi ikkita ilm uchun kitob, domla, madrasa, takrorlash, yodlash, ekzamen. U ma'da qoldi, kallada qoldi. Endi Alloh taoloning o'zini tanishlikda o'rgatadigan ilmga joningni qiynaysan, nafsingni bo'g'zidan olasan, xohlamayotgan ishga majbur qilasan, haloyiqqa xizmatga burasan, nafsing xohlayotgan ishlarda nafsingni tiyasan, jiddiy jahd qilib, keyin ko'rasan. Jahid tushahid. Harakat qil, jonni qiyna, keyin ko'rasan. Biz Alloh taoloni siz bilan bizga qanday zot ekanligini tanitadigan ilm oldida turibmiz. Bu ilmni olishlik uchun faqat kitob, faqat domla, faqat takror kifoya qilmaydi. Nima kerak bu ilmga ega bo'lishlik uchun? Ko'zni tiyish kerak, luqmani halollash kerak, nafsni jilolash kerak, a'zolarni gunohdan tiyish kerak, yaxshilik qilishlikka, infoq qilishlikka, ya'ni jonimizni qiynashimiz kerak. Joningizni qiynaysiz, keyin Alloh taolo bu ilmni berar ekan. Uzoqmiz biz bundan. O'shuning uchun bizning jasadlarimiz namoz o'qiyapti, lekin nafsimiz, qalbimiz namozda emas. Endi latifa biroz kulib olasizlar. Chunki o'shani qilib turmasak bo'lmaydi. Bir benamoz boy katta pulini bir joyga qo'yib esdan chiqib qolibdi, qaqa qo'yib qo'yganini bilmasdan. Benamoz dinsiz boy o'qibdi, bo'qibdi, topa olmasmish. Baxshiga boribdi, top bera olmabdi. Kohinga boribdi, top bera olmabdi. Xullas ekstrasensga boribdi, top bera olmabdi. Variant qolmabdi. Lyuboy variantni qiladi, chunki nima yo'qolyapti? Qorakaga bor debdi. Qoraka maslahat beradi debdi. Desa, qorakaga kelibdi. Qoraka qarab turib, hech kim top bera olmayapti desa, bo'pti, Alloh diliga solar. 100 rakat namoz o'qiysiz. 100 rakat namoz o'qigandan keyin duo qilasiz, Alloh bir qalbingizga soladi debdi. Xullas ertasi kuni hali boy topibdi pulini. Sovg'ani ko'tarib, bir qandaydir qismini ko'tarib kelibdi. Domla, rahmat, mana sizning maslahatingiz bilan pulimni topdi, mana uni oling mendan hadiya debdi. Qarab, ha, yaxshi. Necha rakat namoz o'qiganingizdan keyin esingizga keldi desa, quloq qoqishim bilan esimga keldi degan ekan. Chunki u namoz o'qishdan maqsadi pulini topish edi. Qoraka aytgan ekan, "Ha, o'zim aytuvdim. Shayton senga bir rakat ham namoz o'qitmaydi deb."
Xo'p, namozga keldik. Nima uchun? So'raylar o'zingizlardan. Namozga turdingiz nima uchun? Alloh farz qilgan, o'qimasam do'zaxga kiraman deb keldingiz. Bu bitta variant, qulning ibodati. Yoki ikkinchi variant, men namoz o'qisam Alloh menga jannatni beradi deysiz. Bu savdogarning varianti. Ibodat 3 xilda, qulning ibodati bor, savdogarning ibodati bor. Jazodan qo'rqib turib qilingan ibodat, xuddi qul saydidan qo'rqib xizmat qilgandek. Do'zaxdan qo'rqib qilingan ibodat, qulning ibodati. Jannatdan umid qilib qilingan ibodat, savdogarning ibodati. Endi uchinchisi oshiqning ibodati. Oshiq Allohni taniganligi uchun mukofot. Allohni taniganligi, unga qulchilik qilishlikka Alloh hidoyat imkoniyat berganligi o'zi mukofot. O'shuning uchun namozi mukofoti uchun. Mana endi namozga masjidga kelayotganda nima deb kelyapsiz? Jasadlarimizni tarbiya qildik, alhamdulillah. Sunnatda amal tatbiq qilyapmiz. Roza tutyapmiz, namoz o'qiyapmiz, ko'zimizni tiyapmiz, ammo nafs tarbiyasi, qalb tarbiyasi haqida hali gaplashmayapmiz. Tasavvuf ilmi haqida gaplashmayapmiz. O'shuning uchun Abu Hanifa Nu'man ibn Sobit bir kecha turib namozni, bir kechani o'sha bitta tahorat bilan o'tkazib yuborardi uxlamasdan. Chunki kechasi namoz o'qishlik bu kishilarga mehnat, mashaqqat emas edi, ularga huzur, halovat edi. O'shuning uchun ularning tomonlari yorilib ketish uchun namozda turganligi kitoblarda yozilgan. Nafs tarbiyasida, jonimizni tarbiyasida, qalbimizni tarbiyasida biz hali ancha orqadamiz, birodarlar. Bandaning Robbisi bilan bo'lgan aloqasi. Qad aflaha man zakkaha. Dar haqiqat uni nafsini poklagan najot topdi. Nafsini poklagan odam najot topdi. Shu dunyoda ham, oxiratda ham. Nimadan najot topdi? Siqilishdan, g'am qayg'udan, qo'rquv xavotirdan najot topdi. Chunki qalbini poklagan odamni Alloh taolo mukofotlaydi. Uni qalbiga sakinatni tushirib qo'yadi. Bir mo'min odam bor, yolg'on gapiradi. Gunohlarga yengil qaraydi. Ancha-muncha gunohlarni qilib yuradi. Bunaqa ahvolida u bilan Robbisining o'rtasida aloqa paydo bo'lmaydi. Ana shu aloqa paydo bo'lmasa ekan, bu odam dindan ko'zlangan samarani ola olmaydi. Bu odam uchun din harakatlar yig'indisi bo'lib qoladi. Namoz marosim, yotib turish. Roza marosim, yemay ichmay qo'yish. Zakot, haj, pul sarflab buraya borib kelishing marosim. O'rgangan ilmi prosta informatsiya bo'lib qoladi. Mana shu narsa bo'ladigan bo'lsa, inson malollanadi. Shu malollanishni his qilganmisizlar o'zingizlarda? Qandaydir zerikishda, doim 5 mahal namoz, doim zikr, doim Ramazon, doim taravih. Mana shu zerikishlik yaxshilikning alomati emas. Banda jahid tushahid. Joningni qiyna, nafsini jilovla, nafsini xohishiga teskari ish qil, ko'rasan. Shunda Alloh taolo qalbingga nur solganini ko'rasan. Agar mana shu aloqa tikkalanmasa banda bilan Allohning o'rtasida, qilayotgan amallari bor yo'g'i marosim bo'lib qoladi xolos. Demak, nafs tarbiyasi hali yo'q. Hali haromdan nafsini tiygani yo'q. Allohga muhabbati yo'q. Shuning uchun Alloh taolo munofiqlarni shunday sifatlaydi. Astagfirullah. Va idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa va la yadhkuruna Alloha illa qalila. Munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladilar. Qachon namozga tursalar, dangasalik bilan xo'ja ko'rsinga turadilar va Allohni kamdan kam yodga oladilar. Qarang, munofiqlar ham namoz o'qigan. Idza qamu kusala. Agar namozga turishsa, yalqovlik bilan turishadi. Xo'ja ko'rsinga o'qishadi va Allohni juda ham oz eslashadi. Tushundinglarmi? Bizga aloqasi yo'qmi? Shaqdan turamizmi namozga? Yo masjidga chiqqanda sunnat o'qib qo'yib turib, uyda sunnat tark qilib qo'yapmizmi? Allohni zikr qilish faqat masjidda elami? Munofiq namoz o'qiyapti.
Munofiq Allohni zikr qilyapti, lekin buni namozi bilan zikrni Alloh taolo qanaqa ekanligini aytib qo'yapti. Bandani o'zining Robbisi bilan aloqasini bog'lashi abadiy saodat bo'ladi. Dunyo hayotining eng pishgan, yetilgan mevasi bo'ladi. Dunyoni hamma ikki-ichkiridan, g'alva-g'ishavasidan zerikkaningdan keyin, to'yganingdan keyin g'am qayg'ularidan nafsingga xotirjamlik keladi. Alloh seni yaxshi ko'rishini his qilasan. Alloh sendan rozi bo'layotganligini bilasan. Nafsing yuksaladi, qalbing tozalanadi. Birovga hasading yo'q. Birov bilan urushmaysan, talashmaysan, g'iybat shikoyatga o'rin yo'q, ikkiyuzlamachilik yo'q, xiyonat yo'q, yolg'on yo'q, gina kudurat yo'q, pokiza qalbing. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarda birida sahobalar bilan o'tirganlarida, hozir sizlarning oldinglarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi dedilar. Mashhur qissa. Qarab turishudi, soch soqolidan shu suvni tomchilari oqqan torat qilib bir odam kirib keldi. Ansorlardan. U ashara-i mubashshara emas, ulug' sahobalardan emas, oddiy bitta sahoba. Ertasi kuni Rasululloh shu so'zini qaytardilar. Yana shu odam kirib keldi. 3-chi kun ham shunday bo'ldi. Abdulloh ibn Amr ibn al-As uyiga borib 3 kun mehmon bo'ladi. 3 kun mehmon bo'ladi. Qarasa hamma qatori, ba'zi kechalari tahajjud o'qiydi, ba'zida o'qimaydi, hamma qatori. Shunda xayr ma'zirni qilib chiqib ketayotib turib shuni so'raydi. Rasululloh 3 kun hozir sizlarning oldinglarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi dedilar. 3 marta siz kirib keldingiz. Nima amalingiz bor? Nima amalingiz bor desa, hech qanaqa amalim yo'q. Siz ko'rgandan boshqa. Ha, xo'p deb ketayotganda to'xtang dedi. To'xtang birodar. Bitta narsa bor dedi. Men tong ottirar ekanman, kech kirgizar ekanman, bironta mo'minga nisbatan qalbimda gina kuduratim yo'q dedi. Qalbni musulmonlarga nisbatan musaffo bo'lishligi, umuman insonning qalbini toza bo'lishligi jannatiy bo'lishligiga kifoya qilyapti. Bizda shu qalb bormi, yo'qmi? Biror marta totib ko'rganmisiz mana shu qalbni musaffoligi qanaqa bo'lishini? Jahid tushahid. Harakat qil. Jonni qiyna, nafsga yoqmaydigan ishlarni majbur qilib qil, ko'rasan. Agar zehn zakovatingiz o'rnida bo'lsa, Allohning buyruqlarini o'qib o'rganishingiz mumkin. Agar xotirangiz mustahkam bo'lsa, dunyoviy ilmlarni o'qib o'rganishingiz mumkin. Ammo Robbingiz sizga qalbingizga nazar solishini xohlasangiz, qalbingizga o'zining nurini kiritishini xohlasangiz, o'qish, takrorlash, yodlashni o'zi yetmaydi. Bu martabaga faqatgina mustaqim bo'lsangiz yetasiz. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh.